Chery mashinasida shuncha keraksiz detal. Xullas akalar, Chery mashinasini hadovoy qismlari bo'ladi. Hammasini yechib tashlaganmiz. Nimaga? Sababi bular juda ham yaroqsiz bo'ladi bizlarning iqlimga, o'zi ham yaroqsiz holatga kelib qolgan. Yengisi ham bilasizlar, jo'skiroq bo'ladi. Bizlar hamma narsasini yechib tashlab, Mers hadovoy qilib berganmiz. Mers hadovoy deganda nima? Salim bloklari Merski bo'lgan, amortizatorlar o'zimizning yo'llarga moslashtirilgan usulli variantda bo'lgan. To есть 4 ta amortizator almashgan, Salim blok hamma rezinkalar almashgan. Undan tashqari o'zini prujinasini olib tashlab, Malibu prujina 3 yildan beri qilib kelganmiz, almashtirganmiz. Xullas, hadovoy полностью noldan qilingan Mers hadovoy bo'lgan, yumshoq bo'lgan mashina. Undan tashqari yumshoqligi yana qo'shimcha flow izolyatsiya bo'lgan. To есть taqir-tuqurdan zerikkansizlar-ku, sizlarda Xitoy mashinasi bor yokida boshqa mashina bo'lsa ham 3 oy 4 oyda o'sha yarim yil yurganda maksimum taqir-tuqur bo'lib ketadi. O'shaning uchun flow izolyatsiya 90% mashinaga kerak deb o'ylayman. Mashina 2 yil yurib qo'ygan, 2 yil ichida qaralmagan. Mashinani noldan hamma ishlarini qilib berib, hadovoydan tortib shumkalargacha, rasxodniklargacha qilib berib mashinani yengidek qilib berganmiz. Xullas, maksimal do'stlarga jo'natib qo'yinglar. Hadovoydan zerikkan yo mashinasini taqir-tuqurdan zerikkan do'stlarga jo'natib qo'yinglar. Mashinani boshqa komfortga olib kelib beramiz. Universal tuningga murojaat qilaverasiz deb bemadim.